Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, kanalimiz a'zolari. Mana bugun 27-may 2025-yil Gazoblok mahsulotlarimizni ishlab chiqarishda davom etyapmiz. Gazobloklarimiz razmerlari bilganlar uchun, eslatma bilmaganlar uchun eni 20, balandligi 30, uzunligi 60 bo'ladi. Bu gazobloklarimiz asosan issiq sovug'i ushlovchi vazifasini bajaradi. Namangan, Andijon, Farg'ona bo'ylab dastavkalarimiz ham bor. Kimga shunaqangi gazobloklar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Oddiy bo'lgan dastavkalarimiz bor. Gazobloklarimiz har qancha yetarlicha bor. Hozir gazobloklarimizni qirqish reska o'tkazyapmiz. Bunday holatda bo'ladi. Razmerlar bo'yicha kesib beramiz. Bu standart bo'yicha kesyapmiz hozir. 10lik, 15lik перегородкалар uchun ham tayyorlab beramiz. Gazobloklarga qo'lplar ham yasashni yo'lga qo'yganmiz. Gazoblok ishlab chiqarish uchun mishalga qo'lplarni ham yasalaymiz. Oddiy bo'ylab dastavkalari ham bor. Hozir mishalkasini yasayapmiz. Xohlasa Andijonga zakazimiz bor. 2600 ming so'mdan dastavka qilib beryapmiz. Reska onasini tayyorlab qo'yganmiz. Mishalkalarimiz mashhur ishda bo'ladi. Baquvvat. Xohlasa qo'lplarni ham yasash yo'lga qo'yganmiz. Kimga shunaqangi mahsulotlar yoki qo'lplar kerak bo'lsa, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilasizlar. Videomiz oxirida bitta like, bitta podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.